Bugun Melisa bilan sizlar uchun chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'ringlar, baho beringlar, kommentariyaga yozinglar. Hozir ko'rsatilgan zborka bilan o'ynab ko'ramiz. Endi vaziyatga qarab moslashtiramiz. Endi videoni ko'p o'yladim. Kesib tashlasammi? Zerikarli joylarni yo tezlashtirib o'tkazib tashlasammi deb. Meni tezlashtirishga qaror qildim. Endi ko'ringlar, baho beringlar, qaysi biri sizlarga yoqadi, qaysi biri sizlarga ko'proq ma'qul keladi, shuni kommentariyaga yozib qoldirsanglar, shunga qarab keyingi videolarimiz chiqadi. Lesimizni yordamiga biza Hanabini sekingina uryapti. Lesimizni kilini chopgan holatda. Lesga rahmat aytamiz, onasini yemsan. Farom qilgan joylarni tezlashtirishga yarashga harakat qildim, chunki sizlar uchun, zerikib qolmasliklaring uchun tezlashtiramiz. Jon teldirib sekkan bazaga qaytamiz. Yana farom qilishda davom etamiz. Hanabi. Endi ularda ikkita adaka bo'lgani bizga na plus na minus. Chunki videoga keyinchalik ko'rsalar bo'ladi, nima uchun bu gapni aytayotganligim. Juda katta xato bilan o'lib ketdim. Endi jonim kam bo'lsa ham tavakkallikka qo'l urib hozir kirib keldim. Necha endi farmga qolib ketamiz hozir. Komanda просто minusga ishlabdi hozir. O'zim bir amallar farm qilishga harakat qilaman, solda bo'lsa ham. Pastdan Julian kelayotganligi uchun sekin yana kill chopamiz. Kill chopdimmi yo'qmi bilmadim, lekin Frankoni saqlab qoldi, hayotga qaytadi. Hanabini biza farm qilsak-ku 5 ga ham o'ynab qo'yamiz. Easy san Hanabi biza uchun. Yaxshi. Dakanzni farm qilishimiz kerak, chunki eng muhimi kill emas, shu narsani tushunib yetish kerak, epic kill. Eng muhimi farm qilsa o'zi keyinchalik o'zi kill o'zi ham keladi. Dakanzni farm qilamiz. Hanabi yana chota sakrobdi menga. Hanabi, yaqinlashma Hanabi. His qilmayman o'sha Hanabini. O'zimning xatolarimga o'lib ketmasam, bo'lmasa easy hamma narsa men uchun hozirga. Yaxshi, hozir vampirizm olish kerak, yaxshi. Vashni sekin olamiz. Julian, juda katta xato qildim. Ko'rishingiz mumkin. Просто loxga o'xshab o'lib ketdim. Nicho. O'yin bo'lgan joyga xato, kamchiliklar bo'ladi. Faqat o'zim komandani bo'ynidan bog'lab, sudrab tortishga harakat qildim. Dakanz farm. Hozir Julian janoblari va easy Julian. Hanabi ham easy. Просто qochib ketadi Hanabi. Bizada Franko lo'q hech qachon ushlanmaydi. Foydasi yo'q. Necha. Tezlashtiramiz iloji boricha. Nima gap, nima so'z? Yaxshi, mashqa to'g'risi men miyani ko'rmay qoldim. Miyani ko'rsaydim double kill bo'laydi. Shuni ham double kill. Darvis. Qara, mashqa juda katta xato qilganim, ikkimni tepaga bir yarganim, ikkinchi skill. Va mana bu o'ldim. 3 ga 1 endi nima qilishim mumkin edi? Olishim kerak shunga. Shiti ham bo'ladi, bizda turuvchi talqiyroq bo'ladi. Hozir bizga normal o'rinimiz bor. Ular hozircha ishimiz kerak ama kim? Pas. Dariston juda va nima uchun hozir ikkimni tepaga berdim? Necha. Men ham katta xato qilaman. O'zimni xatomni hisob o'lib ketaman. To'g'ri, miyani urgan bo'lishim mumkin, lekin o'lib ketaman-da hozir. Va bu o'zimni katta minusim deb bilaman. Shaxsiy fikrim. Sizlar ham ko'ringlar, baho beringlar va like bosinglar. Biz kimdirlar videoni ko'ryaptimi degan savol bu o'zimdan boshqa. Faqat farm. Hozir Hanabini sekin chopamiz.
Easy Xanabini his qilmagan holatda albatta. Kim Darius bilan kim bu? Franko o'zimizku. Yaxshi deb o'yladim boshqa narsaga. Necha. Kimni olamiz? U talpa bizga kriplarni urib, sekin bo'lishimiz kerak. Ushla Franko necha. 2ga 1mi? Voy, jonni yeb qo'ydi-ku. Davay. Easy, GG Просто GG. Darisdan urarsa ancha yaxshi bo'ladi, sovuq qolib ketadi. Давайте, va 2 minut ketdi. Necha. Easy GG. Просто komandani o'zim tortishga harakat qilaman. Давай kriplarni ol. Lorddan olishimiz kerak-ku, endi bilmadim. Давай go. Yaxshi. Sekin arqadan quslarga bekinib, sekin sразу chiqib. Oy. Men sizlarga haqiqiy nima deydi? Tankni ishini qilib berdim men hozir. Tankni ishini qilib nima qildim? O'zimning ishini qildim. Hozir adaka hammasiga uron berib, normalniy Lorddan oldi. Sekin endi markazdan o'tdidan liniya magический liniya nima deyiladi o'zi. Короче, bosish kerak. Mashinlar tekisladi. Давай, kirishimiz kerak endi. Sekin kirib boraveramiz. Va, o'zim xatoim bo'lib ketdim yana. Yaxshi. Faqat o'zimni iltimos yordam beringlar deb yozishga majbur bo'ldim, chunki bitta o'zim o'ynaman Lord Bekka komanda uxlab qo'ygan просто. Men nima qilishim kerak edi? Hozir men o'lsam, o'yin orqaga ketayotganligini his qilgan holatda men bes Mertini olishga harakat qildim, oldim. 2ga 1. 2ga 1. Men shuni xato berganmisam ham omadim kelib, easy 2ga 1 urib ketdi. Yaxshi. Harlini ham katta yordam tegdi Franko bilan. Komanda ham nima desam, ahil inoqlikda farm qilib o'ynashni boshladi. Ancha yaxshi kelishishni boshladi. Qarab, pronto. Va, xato. Va, mana besmertini foydasi hozir. Urish kerak, yaxshi. O'lib ketdi, nechalik komandaga normalniy olib etdim deb o'ylayman. Yaxshi, gap yo'q. Borish Lordni bosish kerak, короче, nima o'zi ham. Bizga AFK, Chong AFK shuni aytaman deb esimdan chiqib ketdi. Chong 3-minutdan AFK, biz 4 kishi bilan o'ynaymiz. Darusda gazini beraman, bez problem. 4 kishi bilan o'ynaymiz biz. Tem bo'ldi, qiynalib farmga ham orqaga qolib Krisalik Saber ishi va Julian yo'q. Julianni his qilmagan holatda bitta o'zim Lord olamiz. Chunki qani Harli Moskvin deydi. Mana shu gapga maza qilmaysi. O'sha raqib komandalar meni his qilishni boshladi. Sekingina kulib qo'ydi. Dakansa Lord bilan markazdan kirib ketishga harakat qilamiz. Iloji boricha maksimalni borda endi Lord bilan. Men ko'rmay qolganimni. Voy, normalniy romer qo'ydi. Xanabi. Yaxshi. Sekin jonni to'ldiramiz vampirizm. Bu vaqtimizga Lord bilan sekin olishimiz kerak shu narsani. Hozir biz ikkilanmasdan olishimiz kerak. Dakansa bosib kirishimiz kerak. 4ga 5 o'ynatib. Yaxshi, Franko, birinchi marta. Davay. Uy, qaydan kelib qoldi bu Darius? Ko'rmay qoldim. Kirish kerak, olish kerak hozir. Yaxshi. Full bashniga o'ynashim kerak hozir. Bizga o'z g'alaba kerak. Yaxshi. Qalay. Oy. Chotkimi?
Ko'ringlar, videoga baho beringlar, nima kamchiliklar, nimalar to'g'ri, noto'g'rilik haqida fikrlaringni bildiringlar. Bu men uchun katta muhim. O'zim ham anaqa kuchli pro igroqlardaman. O'zim ham novichokdan sal tepparoqqa faqat. Bir kishi bo'lib kami bo'lib o'ynagan bo'lsak ham, Franko 25 ta podдержка nima qildi? Men qilib aytganga hammaga rahmat. Sizlardan like va подписка.